How formations? I quadrant. R quadrant, tag'in plus B quadrant. Avval soddalashib beramiz, integralni tugmaymiz. Buni kvadrat 4x minus 8. Ikkalasini ko'paytirib 2 ga ko'paytiraman. Minus ko'paytirsa 2 kere 2 bilan 1 taqsim qisqarib ketib, ikkalasi ko'paysa x minus 7. Demakmi? Plus 1 taqsim 4 x minus 6. Ana endi integrallash boshlaymiz. Oldin turayotgan koeffitsiyentga e'tibor berish shart emas. Darajasini bittaga olib turamiz, necha bo'ladi? O'sha minus 7 keyin pastga tushadi. Oldin koeffitsiyentga yig'maymiz. Bitta oshirsa keyin minus 6 pastga. Plus oldin koeffitsiyentga yig'maymiz, bitta oshiramiz. Minus 5. Taqsim Minus 5. minus 5 plus 8. Endi bu hisob-kitobni soddalashib qo'ysa chiqadi. Nima tushunadi?